Assalomu alaykum hurmatli televizor ko'ruvchilar. Dunyo Uyg'ur qurultiyi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasiga xush keldinglar. Men Hidoyat Musajon. Bugun 4-oyning 14-kuni chorshanba. Hammanglarga shu vaqtda xayrlik bo'lsin. Aziz ko'ruvchilar, tuanda diqqatinglar bugungi xabarlar programmamizning tafsilotida bo'lsin. Amerika prezidenti Joe Biden 12 aprel kuni o'zi va rafiqasi Jill xonim nomidan Amerika va dunyoning boshqa joylaridagi musulmonlarga yo'llangan Ramazonlik tiligida Uyg'urlarni alohida tilga oldi hamda Uyg'urlar duch kelayotgan kishilik huquq dafsandachiligiga davomli qarshi turadiganligini bildirdi. Joe Biden bayonotida alohida qilib, Xitoydagi Uyg'urlar, Burmadagi Rohingya va boshqa musulmonlar duch kelayotgan kishilik huquq dafsandachiligiga davomli qarshi turaman deb ko'rsatdi. Ma'lum bo'lishicha, bu Amerika prezidentining tunji qitim Uyg'urlarning nomini bevosita atab turib Ramazonlik tabrik yo'llashi bo'lib, uning mazkur tabrik bayonoti Xitoyda Uyg'urlarga qaratilgan diniy, milliy va irqiy bostirish hassilab ortgan mezgilga to'g'ri keldi. Tabrik bayonotida Joe Biden navbatdagi virus vabosiga qarshi tadbirlar tufaylidan Ramazon mezgilida musulmonlar ommasining ilgarigidek jam bo'lib kollektiv ibodat qilishi qiyinga tushsimi, bu ularning Allohga bo'lgan sevgisi va insoniy majburiyatiga bo'lgan tonishining texmi yuksalishiga ta'sir ko'rsatmaydi deb qaraydiganligini bildirdi. Shuningdek, vaboga qarshi kurash mezgilida musulmonlar ommasining har qaysi joylardagi sog'liqni saqlash va ommaviy mulozimat sohasida bejonidil xizmat qilganligiga bo'lgan cheksiz minnatdorligini ifodaladi. Bayonotda alohida o'rin olgan yana bir nuqta har qaysi joylarda yanada o'xshamagan darajada mavjud bo'layotgan musulmonlarga qarshi kayfiyatni keskin ayblаш bo'ldi. Joe Biden bu to'g'riliq so'z bo'lganda, bu xil bir taraflamalik va musulmonlarga hujum qilishda qilmishlar butunlay xato. Biz buni hargizmi qabul qilolmaymiz dedi. Prezident Joe Biden tabrik bayonotining oxirida Qur'oni Karimning nuri surasidagi Alloh osmon va zaminning nuridir degan oyatni naql keltirish orqali yaqin kelgusida nurga to'lgan umidlarning zulmat ustidan g'olib kelishiga bo'lgan ishonchisini ifodaladi. U Ramazonlik bayonotida bu bir oyning texmi ko'p xayrlikka va barakatga sabab bo'lishini umid qiladiganligini bildirdi. Uning bu vaqtdagi tabrik bayonotnomasi Oqsaroyning to'r betida hamda Amerika prezidentining Twitter betida e'lon qilinib, har soha kishilarining qizg'in olqishiga sazovor bo'ldi. Dunyo Uyg'ur qurultiyining raisi Dolqun Aysa apandi bu munosabat bilan istansimizga qilgan so'zida Amerika prezidenti Joe Bidenning Ramazonlik tabrikida Uyg'urlarni tilga olganligidan alohida mamnun bo'lganligini ifoda qilish bilan birga, buning muborak Ramazon oyini g'ashlik, mayuslik va qayg'u hasrat bilan kutib olishga majbur bo'lgan chet ellardagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga biroz bo'lsa ruhiy tasalli baxsh etganligini bildirdi. Amerika Ovozi radiosining bugungi xabarida ko'rsatilishicha, Amerika Davlat Majlisi Kengash palatasining Demokrat partiyasiga mansub palata a'zosi Chris Coons bilan Jumhuriyatchilar partiyasiga mansub palata a'zosi Marco Rubio tarafidan Amerika Davlat Majlisiga sunilgan o'rtaq qonun loyihasida Xitoy hukumatining ziyonkashlikka uchragan Uyg'urlarning siyosiy panohlik iltimoslarini qulaylaştirishni talab qilgan. Bundan burun Amerika Avam palatasida yuqoriga o'xshash taklif loyihasi muzokaraga qo'yilgan edi. Kengash palata a'zolari Chris Coons bilan Marco Rubio tarafidan sunilgan mazkur qonun loyihasida Beijing doiralarining ziyonkashligiga uchragan Sharq Turkistonlik Uyg'ur va boshqa asonlik millatlarni alohida e'tibor beriladigan musofirlar kategoriyasiga kirgizish talab qilingan bo'lib, alohida e'tibor beriladigan Sharq Turkistonning ichida yashayotgan yoki chet elga qochib chiqqan, Xitoyning ig'ir ziyonkashligiga yoki tahdidiga uchragan Uyg'urlar va boshqa turkiy musulmon xalqlar, ularning oila va urug' tuqqanlarini o'z ichiga oladi. Mazkur qonun loyihasida ko'rsatilishicha, navbatda Amerikada 3,600,000 parcha chegaradan kirish iltimosi uchrat kutayotgan bo'lib, bularga qarab chiqish uchun 5 yildan 18 yilgacha vaqt ketadi. Shuning uchun jiddiy xavfga duch kelayotgan Uyg'urlarning chegaradan kirish iltimoslarini bejirish tartibini osonlashtirish kerak. Amerikaning boshqa ittifoqdoshlari Uyg'ur musofirlarga qarata buningga o'xshab ketadigan e'tibor berish siyosatlarini yo'lga qo'yishi lozim. Kengash palata a'zolari Chris Coons bilan Marco Rubio bu vaqtda bergan izohatlarida Amerika Xitoyning Uyg'urlarga yurgizayotgan kishilik huquq tajovuzchilik qilmishlarini ayblashni davomlashtirish bilan birga, Xitoyning ziyonkashligiga uchrayotgan Uyg'ur va boshqa osonliklarni qo'g'dashga mukofolatlik qilishi lozim. Xitoy hokimiyati dahshatli holda irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotgan bugungi kunda bundaq zo'ravonlikni oxirlashtirish uchun jiddiy harakatga o'tishimiz, Xitoyning ziyonkashligi sababidan Xinjiangdan qochib chiqishga majbur bo'lgan insonlarni himoya ostiga elishimiz kerak deb ko'rsatdi. Kuzatuvchilarning qarashicha, garchi navbatda Amerika Avam palatasi bilan Kengash palatasining kun tartibidagi masalalar intayin ko'p bo'lsa-mu, ammo partiya hal qilgan yuqorqi qonun loyihasining ma'qullikdan o'tish ehtimolligi yuqori bo'lib, chunki bu taklif loyihasi Amerikadagi har ikki partiyaga mansub palata a'zolari tomonidan birlikda sunilgan. Amerikada aktiv faoliyat ilib berayotgan Uyg'ur harakati tashkilotining raisi Roshan Abbas, Amerika Uyg'ur kishilik huquq qurilishining programma yetakchisi Peter Evan va Amerikadagi Uyg'ur aktivistlarimizdan Rayhan Asadlar 13 aprel kuni Angliya parlamenti tashqi munosabatlar komitetida guvohlik berib,
Angliyaning Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini rasmiy yo'sinda qabul qilishini va 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish harakatiga aktiv ovoz qo'shishni talab qilishdi. Roshan Abbas xonim to'g'ri orqali o'tkazilgan guvohlik berish yig'inida qilgan so'zida mustabid Xitoy hokimiyatining Uyg'urlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligini to'sib qilish uchun Angliya hukumatı va parlamentining Uyg'ur irqiy qirg'inchiligini qabul qilgan boshqa g'arb allari sepidan aktivlik bilan o'rin olishi lozimligini ta'kidlash bilan birga Uyg'urlarning faqatli irqiy va diniy farqlilik sababidan Xitoyning irqiy qirg'inchiligiga duchor bo'layotganligini, chet ellardagi Uyg'urlarning vatandagi oila a'zolari va urug' tuqqanlarining go'ragi ilinganligini, millionlagan begunoh Uyg'urning jazo lagerlariga banit qilinganligini, yana shundaqla sonsizlagan Uyg'urning zamonaviy qullarga aylantirilib, majburiy emgakka silinayotganligini xotirlatib o'tdi va insoniyatga qarshi jinoyat ishlayotgan Xitoydek bir davlatda olimpik yig'ini o'tkazilishining insoniyat dunyosi uchun og'ir bir or-nomus ekanligini, shunga Angliyaning o'zining asosli qimmat qarashlarini chiqish qilgan asosda 2022 yillik Beijing qishliq olimpik yig'inini boykot qilish harakatiga aktivlik bilan qatnashishi lozimligini bayon qildi. Amerika Kengash palata a'zosi, Kengash palatasi tashqi munosabatlar komitetining raisi Bob Menendez va Cumhuriyetchilar partiyasining a'zosi Jim Risch qatorliqlar birlikda Amerika Kengash palatasida Xitoyga taqobil turish uchun yana bir qonun loyihasi tunishtirgan. 2021 yildagi strategiyalik raqobat qonuni deb atalgan 280 necha betlik bu qonun loyihasida kishilik huquqni ilgari surish, bexatarlik yordami bilan ta'minlash va ta'tir tashviqotga qarshi kurash qilish orqali Amerikaning Xitoyning dunyoviy ta'sirini kengaytirish urinishiga taqobil turish iqtidorini yuqori ko'tarish tadbirlari o'ttirg'a qo'yilgan. Mazkur qonun loyihasida yana Uyg'urlarga qaratgan zulmlari sababli Xitoyni jazolash haqidagi mazmunlar yer olgan bo'lib, Xinjiang Uyg'ur avtonom rayonidagi majburiy emgakka munosabatlik jazo yurgizish, sistemalik bosqinchilik, majburlash xarakterlik bola tushirish, majburiy tug'mas qilish yoki majburiy homildorlikdan saqlanish operatsiyasi qilishga qarata jazo yurgizish qatorliqlar ko'rsatilgan. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian muxbirlarni kutib olish yig'inida mundaq degan: Jongo bu qonun loyihasiga qat'iy qarshi turdi va Amerika Kengash palata a'zolarini Jongo Amerikaning muqim taraqqiyotiga yordam berishga chaqiradi. Mazkur qonun loyihasida yana Xitoyning ta'tir tashviqotiga taqobil turish uchun Erkin Osiyo radiosining Uyg'ur, Tibet, Xitoy va Guangdong bo'limlarining mablag'ini oshirish taklifi berilgan. Mustabid Xitoy hokimiyatining Amerika Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining iqtidorli muxbiri va xalqaro nopuzlik organlarining axborot va kishilik huquq mukofotlariga erishgan Gulchehra Qiyum xonimni terrorlik gumondori deb ayblashi xalqaro kishilik huquq tashkilotlarining qattiq ayblashiga uchrash bilan birga chet ellardagi Uyg'urlarning kuchli g'azabini qo'zg'adi. Xitoy hukumatı yaqinda Beijingda chaqirgan atalmish Xinjiangga aloqador masalalar to'g'risidagi 7-qitimliq axborot e'lon qilish yig'inida e'lon qilgan bayonotida ayni chaqda lagerga qamalgan opsi va inisi uchun Amerika Davlat Majlisida guvohlik bergan Gulchehra Qiyum xonimni yolg'onchilik bilan ayblab mundaq degan: Gulchehra Qiyum, ayol, 1973 yili tug'ilgan, Urumchilik. Hozir u Erkin Osiyo radiosi Uyg'ur bo'limining muxbiri va xabar riyosatchisi. Shundaqla Amerika Uyg'ur jamiyatining qurg'uvchi a'zosi. 2017 yili 5-oyning 8-kuni u terrorlik tashkilotiga qatnashganlik gumoni bilan jamoat xavfsizligi organi tomonidan to'rda qo'g'lab tutish tizimligiga kirgizilgan. Germaniyalik tadqiqotchi Adrian Ziniz apandi Xitoyning Gulchehrani terrorlikka chetib ayblashini diqqat qo'zg'ashga tegishli yangi taraqqiyot deb eskartdi. U mundaq dedi: Bu diqqat qo'zg'ashga tegishli yangi taraqqiyot. Xitoy Gulchehrani Erkin Osiyo radiosining muxbiri, Amerika Uyg'ur birlashmasining a'zosi deyish orqali bu organlarni terrorlik bilan ayblamoqchimi? Bence bu bir yangi taraqqiyot. Bu Xitoyning har qanday qarshilikni jinoyatchi deb qoralash strategiyasi. Uning barliq Uyg'urlarni jinoyatchi deb qoralayotganligining yana bir isboti. Dünya Uyg'ur qurultayining muavin raisi, Erkin Osiyo radiosining sobiq obzorchisi va 36 yillik peshqadam jurnalist Farhod Yo'rinqosh apandi bu vaqtda istansimizga qilgan so'zida Gulchehra Qiyum xonimning vatan ichi va sirtidagi Uyg'urlar tarafidan eng suyulgan iqtidorlik, g'ururlik va jasur axborotchilarning biri ekanligini, uning Erkin Osiyo radiosida xizmat qilish jarayonida Xitoyning Uyg'ur xalqi ustidan yurgizayotgan jinoiy qilmishlarini dalil isbotlari bilan fosh qilishda intayin muhim rol o'ynab kelganligini ta'kidlab o'tish bilan birga, Xitoyning nazarida bir butun Uyg'ur millatining dushman millat, har bir Uyg'urning terrorist ekanligini, millionlagan begunoh Uyg'urning jazo lagerlariga va turmalarga solinishining bu nuqtani aniq ko'rsatib berganligini bayon qildi. Farhod Yo'rinqosh apandimning bayon qilishicha Xitoy hukumatı tarafidan bundan 10 necha yil burunli ikki qismda tarqatilgan axborot sohayimizdan chet ellarga qochib chiqqan milliy bo'lgunchilar nomli tizimlikda o'zi bilan Gulchehra Qiyum bu tizimlikning beshidan o'rin olgan bo'lib, Farhod Yo'rinqosh apandi vatandagi chaqda atalmish Xinjiang xalq radio stansiyasida, Gulchehra Qiyum xonim bo'lsa Xinjiang televiziya stansiyasida jurnalist bo'lib xizmat qilgan edi.
Gerçi Xitoy doiralari Gulchehrani terrorlik gumondori deb qaralagan bo'lsa-mu, ammo uningga doir hech qanday isbot ko'rsatilmagan. Gulchehra xonim bu vaqtda qilgan so'zida bu amaliyotda Xitoyning har qanday Uyg'urni jinoyatchi qilib qorlay oladiganligining yana bir isboti deb ko'rsatdi. Gulchehra xonim hozirga qadar xalqaro Magnitskiy adolat harakati tarafidan tarqatiladigan Sergey Magnitskiy kishilik huquq mukofoti, Xalqaro ayollar axborot fondi tasdiqlagan axborotchilikdagi jasorat mukofoti qatorliq nopuzliq mukofotlarga erishgan. O shundaqli yana Oslo erkinlik munbiri qatorliq nopuzliq yig'inlarga so'zliguvchi bo'lib qatnashgan edi. Erkin Osiyo radiosining boshlig'i Bayfan Xitoy hukumatining Gulchehraga qaratgan hujumini ayblab e'lon qilgan bayonotida Erkin Osiyo radiosi har qanday chet el hukumati yoki organlarining Uyg'ur muxbirlarimizga yomon g'araz bilan parokandachilik selishini va nishonga elishini ayblaydi dedi. U bayonotida yana 2017-yili Erkin Osiyo radiosi muxbirlari Sharq Turkistonda yuz berayotgan zulmni dunyoga tunji bo'lib oshkorlaganligi uchun Xitoy hukumatining favqulodda besimiga duch kelganligini, ularning oila taobatlarini turmaga tashlaganligini va hatto ularga yolg'on tuhmatlarni choplaganligini eskartib, Xitoy hukumati bu orqali ularni jimiqtirmoqchi bo'ldi. Ammo bu vijdonsizlarcha qo'rqitish harakati kog'i kammadi dedi. Dünya Uyghur Qurultayı Tadqiqot Markazining uyushtirishi bilan 16 aprel kuni Zaydin Yusuf va Barin inqilobi haqida maxsus tor muhokama yig'ini o'tkazildi. Siyosiy faoliyatchilar, tadqiqotchilar, jurnalistlar va shohidlarning qatnashida o'tkaziladigan bu qitimqi muhokama yig'inida 1990-yili 5 aprel yuz bergan Barin inqilobining borliqqa kelish jarayoni, uning milliy mustaqillik harakatimizda o'ynagan roli, Barin inqilobining Xitoy tarafidan qonliq bostirilish jarayoni, Xitoyning Barin inqilobiga bergan bahosi, Zaydin Yusuf boshchiligidagi Barin qahramonlarining kurash hayoti, Barin inqilobining hozirgacha xalqimizga bilingan taraflari qatorliq keng mazmunlarda tafsiliy analiz va muhokama elib beriladi. 16 aprel juma kuni Berlin vaqti soat 17 da, İstanbul vaqti 18 da, Olmaota vaqti kech soat 21 da boshlanadigan mazkur muhokama yig'inining amaliy ahvolini Dunyo Uyg'ur Qurultayining YouTube sahifasi orqali naq maydondan ko'ra olasiz. Bu ahamiyatli suhbatni qochirmang. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, yuqorida Dunyo Uyg'ur Qurultayi to'g'ri televiziyasi kundalik xabarlar programmasida diqqatingizga sundiq. Keyingi qitimliq programmamizni ko'rishaylik. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh.